Ayrim insonlar buyumlarga ko'proq mehr berishadi. Kimdir mashinasiga, uyiga, yana kimdir o'zini taqinchoqlariga, tilla brendlariga, kiyimlariga, hammada har xil. Chunki deganda insonlar har xil bo'lganligi uchun biz har xilmiz. Xo'p, mayli. Siz buyumlaringizga qanchalik ko'p mehr berishingizdan qat'iy nazar sizga savol. To'y maraka qilganingizda o'sha buyumlaringiz sizga yordam beradimi? Ha, to'g'ri, mashina bilan biron bir ishingizni hal qilasiz, o'sha uyda o'sha to'y marakangizni o'tkazasiz. Yo'q. Sizni yoningizga tik tura oladimi? Yo'q, tura olmaydi. Sizda boshingizga g'am tashvish tushganda sizni qalbingiz bilan siz bilan gaplashib, ozgina bo'lsa ham dalda bera oladimi? Yo'q, bera olmaydi. Siz insonlarni buyumdan ham past tabaqada ko'ryapsiz. Joyi kelsa mashinangizni biron kishi urib olsa, u insonni o'ldirgiday baqir-chaqir qilasiz. Lekin siz bu buyumni topa olasiz. Mashinangiz eskirdimi, yangisini sotib olasiz. Biron bir kiyimingiz sizga yoqmadimi, uni sovg'a qilib olasiz. Biron bir narsani yo'qotib qo'ydingizmi, yana topa olasiz. Biron bir narsangiz eskirdimi, yangisini sotib olasiz. Lekin yer yuzida bironta bir inson bu dunyodan ko'z yumdi. Siz u insonni qaytarib topa olasizmi? Yo'q, topa olmaysiz. Chunki deganda insonni topish juda ham qiyin. Undan chiqdi biz buyumlarga mehr berishimiz kerak emas. Biz insonlarga ko'proq mehr berishimiz kerak. Chunki deganda bizni boshimizga g'am tashvish tushganda o'sha insonlar kelib bizga yordam qo'lini cho'zadi. To'y marakamiz o'sha insonlarsiz o'tmaydi. Chunki deganda biz insonmiz. Biz hamisha insonlar bilan birgamiz. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar. Undan chiqdi xulosa o'zingizda. O'zingiz yaxshilab o'ylab ko'ring. Buyumlaringizga mehr muhabbatingizni berishingiz kerakmi yoki oddiygina insonlarga?